Nima bo'lyapti? Siz tegdingizmi mashinaga? Ha, men. Hozirgina yo'lda menga ko'lmakdan suv sepib ketdingiz. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Ko'rmay qolgandirman-da. Shunga shunchami? Uzr endi. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Men Farroshda ko'ngil bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Keyingi safar yo'lda chetroqda yuring. Farrosh oyimchi. Voy. Shunaqa? Kompaniyani liderlari shu yerda ekan-ku. Jamoa jam, faqat Bahrom kam. Ha. Yaxshi keldingizmi, Bahrom Salimovich? Yaxshi, rahmat. Odatda direktor bor paytda majlisga yig'lardik. Bugun nima bo'ldi? Hamma yig'ilyapti. Muhim masala bor. Qanaqa masala ekan? Firmaga vaqtinchalik direktor tayinlanar ekan.